Qizlar, 490 mingga 1 yillik chistkani tanlaysizlarmi yoki bir kunda 300 mingdan 700 minggacha bo'lgan chistkani tanlaysizlarmi? Qaranglar, men bu bemalol 700 minglik chistkani o'rnini bosadigan naborni sizlarga ko'rsatyapman. 1 yilda bir marta xarid qilasiz, 1 yilgacha ishlatasiz. Originalniy pasportlar bilan bilasizlar, har bitta kosmetikani ham o'zini shunaqa bir originalniy ko'rinishi bo'lmaydi ham. Kalmar zavodda ishlab chiqarilgan. Instruksiyalari qanday ishlatilishi hammasi etapni koreys tilida tushuntirgan, lekin buni videosi tashab qo'yiladi kim xarid qilsa. Bu chistkani qilgandan keyin уже menimcha hech kim kosmetologga bormasa kerak. Yana ham o'zim kosmetolog sifatida aytyapman. Ishimga minus bo'lsa ham sizlarga aytib o'tiribman. Menga, конечно, foyda kelib o'zimdan chistkani olsangizlar, lekin men shu chistkani bemalol uyda professionalni qilsalaringiz bo'ladi. Narxi 490 ming. Qizlar, hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Men shu 4 ta etapni qanday qilib ishlataman, har kun ishlatamanmi degan savolga javobsizlar. Qizlar, har kun ishlatadiganingiz 1 va mana bu 2. Ya'ni deep cleanser bilan foam cleanser. Endi qarang, deep cleansing bu gidrofilniy masla. Gidrofilniy maslani bizda har xili bor, lekin hammaga bir xil tushadigani, hamma xarid qilsa bo'ladigani shu. Bu esa juda ham kuchli yuzida chorniy tochkalari borlar uchun. 2 xil gidrofilniy masla. Lekin mana shuni o'zi ham o'zim qizimda ishlatib katta qora tochkalarni yo'qotib bergan mana shu deep cleansing bo'ladi. Ya'ni kuchlisidan emas, mana shunisidan ham yo'qotganmiz. Endi bu gidrofilniy masla yuzingizdagi makiyajni olib tashlaydi, yuzingizdagi kun davomida yig'ilgan chang zarrachalari, o'sha iflosliklarni chuqur tozalab beradi. Ikkinchisi penka. Penka bilan yuvganingizdan keyin yuzingiz shishaday oqaradi. Oppoq yuz bo'lasiz. O'zingiz hayron qolasizmi? Umrimda birinchi marta yuzimni toza his qilyapman degan kommentariyalar, degan odzivlar juda ham ko'p kelgan menga. Bu penkadan keyin уже boshqa penka ishlata olmay qoldim. Haqiqatan yuzimni chotki tozalab beradigan narsa mana shu ekan deb ko'p klientlarim menga aytgan. Qaysi biri xarid qilgan bo'lsa, hammasi aytgan. Demak, 1 bilan mana bu 2 har kunlik tozalash vositasi siz uchun kechqurun. Endi haftada bir marta mana krupniy qilib ko'rsataman, 4 talasini haftada bir marta hammasini qilasiz. Ya'ni 1, 2, 3 va 4. Haftada bir marta o'lik hujayralar chiqib qoladi yuzda. Xuddi tirnog'ingiz o'sgani kabi, qanday tirnog'ingizdagi o'lik hujayra, ya'ni tirnoq bu o'lik hujayra bo'lsa, olib tashlaysiz-ku. Tirnog'im o'sib ketdi deb olib tashlaysiz-ku. Xuddi shunaqa yuzdagi o'lik hujayralarni ham tozalab turish kerak, чтобы siz suradigan qimmat kremlar ichkarigacha yaxshilab surilishi uchun. Endi bu etap qanaqa bo'ladi? Uchinchisi bu peeling gel, yuzingizdagi o'lik hujayralarni olib tashab, sizni yangi teringizni yuzaga chiqarib beradi va yuzingizdagi o'sha suriladigan kremlarni yana ham ichkarigacha surilishini ta'minlab beradi. Xuddi bir mezoterapiya olganday, ukol olganday sizga ichkariroqqa kirgizib beradigan narsa. Shu uchun yuzni peeling gel qilib turish kerak haftada bir marta. Peeling deganda yana jostki, unaqa bir strashniy peelinglarni umuman ko'zingiz oldiga keltirmang, juda ham mягкий, shunaqa maza qiladi yuzingiz, o'zingiz hayron qolasiz yuzingiz yaltirashidan. Demak, peeling geldan keyingi etapimiz bu peel off mask. Peeling gel sizni chorniy tochkalaringiz bilan kurashadi, deep cleansing ham chorniy tochkalaringiz bilan kurashadi. Endi yuzingizni уже toza chistka qilgan paytida, jarayonda, любой chistkada, kosmetologik chistkada poralar ochilishi boshlaydi. Poralar ochilgandan keyin uni yopish kerak. Bu uchun peel off mask olasiz. Bu maska 15-20 minut yuzingizda turadi. 15-20 minutda qurib qolgandan keyin plyonkaga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Yuzingizdan sekin yechib tashlaysiz. Iyagingizdan boshlab tepadan, pastdan tepaga qarab yechib tashlaysiz. Ana shu momentda yuzingiz bir tayskiy massaj olganday maza qilasiz, chunki qon aylanish o'sha vaqtda juda ham yaxshi bo'ladi. O'shani sezasiz, yuzim bir maza qildi, massaj olganday bo'ldi deysiz. Ana shu momentda yuzingiz ham massaj olganday, ham qon aylanishi yaxshilanadi, ham poralar kichrayishi va yuzingizdagi lifting effektni sezasiz. Yuzingiz уже tepaga ko'tarilishi boshlaydi. Ko'pchilik qizlarimizning savoli bor, yuzim osilib qolgan, nimadir krem bormi? Qizlar, bitta narsa. Osilib qolgan yuzga krem tavsiya qila olmayman. Krem hech qanaqasiga osilgan yuzni ko'tara olmaydi. Yoshartiradi, dog'larni ketqizadi, oppoq qiladi, chiroyli qilib beradi, qisman lifting effekti beradi. Osilish u boshqa narsa уже. Uni faqat ukol bilan yoki massaj bilan tepaga ko'tarishingiz mumkin.
ya'ni bizlarni mahsulotlarni xarid qilib, chistkani cho'tki qilib, kremlarni zo'ridan olib, yuzingizni masajini qilsangiz, u masajlarni ham videosini tashlab qo'yaman. O'shandagina yuzingiz ko'tarilib, zo'r bo'lib tarang bo'ladi. Bu mana shu peel off maskam oxirgi etapimiz ham lifting effektini berib, chiroyli qilib beradi. Mana shu 4 ta etap bilan yuzingiz top-toza chisti bo'ladi, xuddi kosmetologdan chiqqanday yaltirab turadi. Va undan keyin обязательно bitta yaxshi namlantiruvchi krem yoki nabordan xarid qilishingiz kerak.